tushimda men bir chekada aylanib yursam, mana Xudo tevamda turibdi. Men unaqa yolg'on gap gapirmayman. Bunda kelyaptilar. Qanaqa yigit ekandim men. Hech kim yo'q. Yana guppa o'sib qolaman deb. Men ham taqirib kelyaptilar. Men aytdim. Ana bu yigit menga hushtor bo'lib qolibdi shekilli ichimda. Oldimga kelyapti dedim. Lekin oyi dedilar. Biroq shirin qilib oyini chiroyli aytdilar-ki, ha dedim, kimsiz sizdan? Muhammad payg'ambarman dedilar. Voy umringiz uzoq bo'lsin. Qachondan beri sizni ko'rgim kelib turadi dedim. Desam, lekin mana ko'rsangiz keldim. Orqamda ikkita odam bor. Bittasi sabatga voy ko'targan, bittasi ketmay ko'targan. Voy, yer chopamizmi dedim. Yer chopilmaydi dedilar. Nimaga yo'qmi? Ular bizni orqamizdan ergashadi dedim. Desam, ular sizga qabr kovlagani olib keldim dedilar. Voy ular qaydan ham bega keldim, meni bolalarim sarson bo'lib ag'da qoladimi dedim. Qolmaydi, bolalaringiz katta bo'lib qoldi endi. Endi betingizga aytayim, mana ko'ring qabringizni. Ishonmaysizlar. Mana shundoq do'maloq haligindaqa turubani ikki qilib ustiga mo'ra qilib qo'yibdilar, yasat. Voy Xudoye, bolalarim sarson bo'lib, men beda endi o'lib yotamanmi? Desam, yo'q, hozir o'lmaysiz dedilar. Payg'ambarimiz. Vaqti qoza yetib kelib o'lsa, mulakudimmi, namonganmi eshitib qolsam, o'ligingizni olib kelib mashiga ko'maman. Hayron bo'lib o'ylanib qoldim. Men aytdim, o'lmay yuray, men endi o'sha yerga boraman desam, qabr oldiga borar ekanman deb bormayman. Ya men bormayman, borsam o'lib qolsam, bolalarim, erim bitani olib, bolamni urdirib, adovini beradi deb yurdim. Yo'q. Oye dedilar, ha dedim. Hali qabrdan olib ketgan qizim ing'alab yotgan ekan, yer tagida. Olib ketib, singil qilib onalari emizib katta qilgan ekanlar. Men aytdim, voy, men miyasi yo'q, o'libdi desa doktorlar, deb kelaverman deb. Siz olib ketaverdingizmi? Men bitta bo'laman xolos dedilar. Gulchehraxon singlim dedilar. Rizdamisiz dedilar. Kechirsamana. Rizdaman, mayling sizga bo'lsa miymatidan rizdaman. Desam, rizda bo'lsangiz sizga bir konsert qo'yib beraymi dedilar. Bir ashula aytdilarki, ko'zimdan yosh oqib tushaverdi. Ben aytdim, endi o'lib qolar ekanman dedim. Desam, aytdilar, bu Gulchehraxonni yana ko'ningiz har yoqqa ketmasin, oyijonim dedilar. Men bir dona tug'ilganman, Gulchehraxon bilan 2 dona bo'ldik dedi. Oyalari anaqdan kelyaptilar, yasanni qilib. Voy, onun xotin kelyapti, neraraqda gapirishaveraylik desam, oyim kelyaptilar. Oyim bilan meni o'tdanmi buzmang dedilar. Nimaga dedim. Shu qiz meniki desangiz tamom buziladi dedilar. Bo'pti, meniki emas, sizniki dedim. Shu bilan yetib keldilar sizga o'xshagan gavdali xotin, yasanni qilib. Qizni oldilariga allas qo'ynaga alishdi. Do'p bilan chiroyli, mahalla qilib qiz kelyapti, men tortigim kelyapti. Lekin aytdim, o'lmukar shoshilmay turmaysanmi, ash qizni esonaman tug'olmaymanmi, bag'rimga bosmaymanmi dedim.
He keçke yemeği öl dedim içim. Keçke kolaymandı otladı. Öldürgama bunu. Buna ne? Eşileri ettileki yığladım. Hele eşileri. Kızanlarına kadar oynayıp Muhammed Peygamber'e karab oynaydı. Şimdi didam diyepsidi. Da karab durip, vay ulay, erkeğe bulmayı olur, ozu kovlamaydı ama bu kızım ben trikkine ovamayım. Bir